Assalomu alaykum. Kim o'zini Nexia 2.0 izlayotgan bo'lsa, sразу nomerini aytayin. 770 bilan 302440 nomerini chalinglar. Uni Batken shahrida Targoy aylanida o'tganlar. Kimga qiziq bo'lsa, yili 2011 qiyinlashning ko'lami 1.5 gaz benzin dokumentalniy gaz ruxsat bosilgan bo'lganlar. Kimga qiziq bo'lsa, esne çalıp tork masraf bilsengizler bo'ladi. Tak ichki salonda aldın kaynaklar elektro ko'tarishlar, gidrolik katonlar, chexollar solingan. Ichki salon yaxshi, bir dağı chexollar biraz eskirib qolib turibdi. Moshinadan qo'ysangizlar, o'ta moshina yigit bo'ladi onda. Targoydan kelib turadi biz salonga. Dokument, esni izlashga yordam bering deb turganlar. Dengolektorida qabalı yaxshi. Kimga qiziq bo'lsa, bas 190 ming so'm kemi bor turganlar. 160 ming bo'lsa shitir berib beramiz deydilar. Kimga qiziq bo'lsa, tag esni nomeri 770 bilan 302440 nomerini daha bir çalıp ko'rasizlar. Uni Targoy aylanida bo'ladi turganlar. Kimga qiziq bo'lsa, 190 ming so'm dağı сөйлешүү жолу бар. Gaz, benzin. Gazni biraz qaratib qo'yish kerak deydi. Atak dokumentiga dağı gaz ruxsat berilgan turganlar.